Yuz uchun bananli niqob. Bugun biz sizga avloddan avlodga o'tib kelayotgan yuz niqobining oddiy va samarali retseptini aytib beramiz. Banan niqobi teringiz uchun vitaminlar va ozuqa moddalarining haqiqiy omboridir. Sizga kerak bo'ladi: bitta pishgan banan, qaymoq. Tayyorlanishi va qo'llanishi: yarim bananni piyola ichiga maydalang yoki blenderda urib, 1 choy qoshiq qaymoq yoki smetana qo'shing. Aralashmani silliq bo'lguncha aralashtiring va keyin ko'z atrofidagi joylardan ko'chib, yuzga qo'llang. Niqobni kamida 20 daqiqa ushlab turing va keyin iliq suv bilan yuvib tashlang. Yuzingizni terra mato bilan quriting va teringizni muz kub bilan artib oling. Oddiy kremni qo'llang. Oziqlantiruvchi banan niqobi bilan teringizni erkalang va uning sog'lom porlashidan rohatlaning.